Assalomu alaykum. HTML va CSS bo'yicha 3-darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan web sahifaga rasm joylashtirish, ya'ni qanaqa rasm joylashtirish, xuddi masalan shu yoqqa rasm joylashtirganda rasm joylashtirishda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Va o'sha rasmga forma berishdi, ya'ni uning ko'rinishini CSS orqali chiroyli holatga keltirishni o'rganamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, darsimizni boshladik. Endi bitta yangi papka ochib olamiz. Har doimgidek papkamizning nomi image bo'ladi. Ne deyapti? Image bo'ladi papkamizning nomi. VS Code'ga tashlab olamiz. VS Code'ga tashlab olgandan keyin index.html ochib olamiz. Har doimgidek CSS olaymiz. Bir xillarda CSS qolib ketadi. Ya'ni sayt qilgandan keyin CSS ni qilishadi. Nega CSS ishlamayapti deyishadi. CSS ishlash uchun linkni ulab qo'yish kerak CSS ga. Agar ulamasak ishlamaydi hech qachon kodimiz. Ya'ni biz hozir bitta div ochib olamiz. Div ochsanglar ham bo'ladi, ochmasanglar ham bo'ladi. Divga image, image deb yozilmaydi. Image mana birinchisi chiqqan. Ikkinchisi emas, uchinchisi emas. Image o'zi. Bitta bossak serious alt chiqadi. Endi rasmni qo'ymoqchimiz. Rasmni qanday qilib qo'yamiz? Uning uchun Google saytiga kirib olamiz. Google saytida masalan motion rasm deb yozamiz. Masalan shu. Masalan Bugatti chiqdi shu. Bugattini endi qanday olishimiz kerak? Bugattini olish uchun shu rasm ustiga o'ng mishkani bosamiz va copyright URL kartinki. Shuni bitta bosamiz, copyright bo'ladi. Va mishkani shu tomonga olib kelib, mishkani bitta bosamiz va Command V. Nimagadir ishlamayapti. Command V. Uzr, adashibman. Copyright изображение ni bosamiz. Ya'ni bu yoqqa bitta bosib olib Command V. Are you sure you want to pass image PNG? Paste bossak, mana rasmimiz kelib chiqadi. Va bu rasmni nomlashimiz kerak, ya'ni o'zimizga mos nom qilishimiz kerak. Uning uchun mishkani o'ng tarafini Mac desa, menda ikkita barmoqni bosamiz. Va rename, ya'ni nomini o'zgartirish. Buni bosamiz va o'chirib Bugatti. Faqat shu joyini o'zgartiramiz. PNG degan joyi turaveradi va enter ni bosamiz. Endi live server qilamiz. Live server qilganda, ya'ni saytimiz ishlamadi, rasm joylaganimiz. Rasmni hali joylaganimiz yo'q. Rasmni VS Code'ga tashab qo'ydik. Endi buni ulashimiz kerak. Uni ulash uchun avvalo indeksga, image'ga, series ichiga, ya'ni image'ning ichida series turadi. Seriesga nuqta slash mana o'zi chiqib keladi. Bugatti cheri. Bossak, mana ulanadi. Endi buni live server qilib ko'ramiz. Ya'ni mana ko'rib turganingizdek ulandi. Agar buni o'chirsam yana o'chadi va hech narsa ko'rinmaydi. Endi yana shuni yozib qo'yamiz. Bugatti cheri. Masalan, endi alt nima deyishinglar mumkin? Alt bu masalan Chiron yozib qo'ysak, Chiron emas. Bugatti 5 yozib qo'ysak
va buni ko'rsak hech narsa chiqmayapti. Nimaga yozuv chiqmayapti deyishinglar mumkin. To'g'ri, hamma adashadi, lekin bu alt rasm chiqmasa, agar rasm yo Google'dan o'chib ketgan bo'lsa yoki qo'yganingizda ishlamasa, buni o'rniga alt chiqadi Bugatti 5 deb. Ya'ni buni hozir Bugattini mana yana bitta i qo'shib qo'yamiz ishlamasligi uchun va bitta ko'radigan bo'lsak, mana Bugatti 5. I'ni o'chiradigan bo'lsam, yana shu. Ya'ni bu alt nima? Rasm chiqmasa, bu yozuv foydalanuvchiga ko'rinadi. Tushunarli degan umiddaman. Endi imagega forma berish, ya'ni bu yog'ini, pastini kengaytirish, bu yoqlarini tekstlash, shularni ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga CSS kerak bo'ladi. Command V adashdim. Commandni bosamiz, ko'k yozuv chiqadi va bosamiz mishkani, create file. Endi bu saytimiz ochildi. Endi uni qilish uchun avvalo bunga bitta div berib olamiz. Divga class image divni yopamiz. Va bizniki hozir bitta divga o'raldi. Endi klassiga image berdik. Imagega yozamiz. .image. Va mana chiqib keladi. Bosamiz. Gulli qaos. Bu hali sizlarga tushunarli bo'lishi mumkin. Tushunarsiz, ya'ni hali CSS o'tganimiz yo'q, lekin men sizlarga bir ko'rsatib o'tyapman. Imagega width degan narsa bor. Keyin height degan narsa bor. Bu ikkalasi nima? Width. Masalan ko'raylik. Mana widthga 100 yo'q. 500 piksel beradigan bo'lsak, negadir ishlamadi. Ya'ni uzr adashibman. Divni keragi yo'q bizga. Divni keragi yo'q. CSS ga image o'zidan, ya'ni Bugatti PNG ni qo'ygandan keyin unga class beramiz. Classga image bo'ladi. Endi kodimiz ishlaydi. Bitta o'chirib qo'yamiz va mana width bu kattaroq qilib beradi. Height esa heightga mana 500 piksel beradigan bo'lsam, pasini cho'zadi. Maksimumni cho'zadi. 500 masalan 1000 qilib ko'ramiz. 1000 piksel. 1000 piksel qilsam yanada cho'zildi. Buni 10000 piksel, 100000 piksel qilsa ham bo'ladi. Masalan 10000 piksel. Ya'ni cho'zildi. Endi bunga 100 berib qo'ysak, yana joyiga qaytadi. 100 berishim kerak emas, 200 berishim kerak. Xullas, width bu yoq tarafga suradi, ya'ni kengaytiradi. Height esa pastiga. Width yon tarafga, height pastga yo'yadi. Men sizlarga buni kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Bugungi o'tgan mavzularimiz style'da uladik. Image, ya'ni rasm qo'yish. Image bu yoqqa olib kelish uchun любой rasmni qo'ysalaringiz bo'ladi. Masalan, xohlagan masalan boshqa narsa bo'lsin. Rasm bosamiz. Masalan mana shu. Mishkani o'ng tarafini bosib skopировать изображение. Ya'ni bu copyright qilib oladi. Copyright qilib olgandan keyin
Bu yoqqa bemalol qo'yishimiz mumkin. Bu yoqdan qo'yib qilishimiz mumkin. Agar yanada oson yo'lini qilmoqchi bo'lsangiz, buni o'chiramiz va mishkani o'ng tarafini bosib Copyright URL kartinki. Shuni bitta bosamiz va bizda copyright bo'ladi. Endi nima qilish kerak? Endi imagega CSSga, ya'ni o'sha copyright qilgan kodimizni qo'yamiz. Command V. Mana copyright yozildi. Endi bitta to'g'rilab olamiz. Va yana bitta command bilan mana qo'yildi. Bunaqa qilsa ham bo'ladi, bunaqa qilsa ham bo'ladi. Endi bu osonroq, lekin Google dan o'chirib tashlasa rasmni, bu ham sizdagi ham rasm o'chib ketadi. Agar bunday qilsangiz, rasm hech qachon o'chmaydi, sizda turaveradi. Mavzumiz tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.